Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari. Biz yana bir zdaniya solyapmiz. Zdaniyamizning eni qismi 45 metr, uzunroq qismi 50 metr. Bu joyimizni ikkiga bo'lib fermalarni yasaganmiz. 22 metr bir tomon, 23 metr bir tomon fermasini yasaganmiz. Bu joyimizni qanday profillardan ishlatganmiz, qanday ustunlar qo'yganmiz, qanaqa balka, qanaqa profil, stenkali profildan balkalar yasaganimizni bugungi videomizda ma'lumot beramiz. Ustunimizni tag qismi, ya'ni podushka qismini 1 metrga 1 metr, chuqurligini ham 1 metr qilganmiz va ustiga tumba quyilgan. Nimaga bunaqa katta beton quyilgan deyilsa, qor yoqqanda cho'kmasligi va tashqi omillar natijasida binoimiz qimirlamasligi uchun shunaqa baquvvat qilingan. Ustki qismiga plankaga 10 stenkadagi planka ishlatganmiz va 14 ga 14 3 stenkali profilda ustun qilib foydalanganmiz. Ikkita binoimizni o'rtasidan 1 metr masofa ochganmiz. Nima maqsadda? Binoimizni yon qismiga qimirlashni oldini olish maqsadida shu 1 metr masofamizga tashaylarda o'rnatganmiz. Bu binoimizni yonga qimirlashni to'xtatgan. Bu joyimizga jami bo'lib 54 ta ustunimiz tushgan. Bu joyimizda endi balka qismiga 8 ga 6 profilni 3 stenkaligini ishlatib qilganmiz. Nimaga? Bu joyimizda fermalarimiz 22 metrdan ikkita bo'lgandan qor, yomg'ir natijasida egilmasin, og'irlikni bemalol ushlab turishligi uchun 3 stenkasiligini ishlatganmiz. Fermalarga esa 2 stenkadagi profildan ishlatganmiz. Bu joyimizda ko'pchilik ustunni ko'paytirib yuboribsizlar. Buni kamaytirishning iloji bor deyishdi, to'g'ri. Hozir o'rtadagi qismidagi ustunlarimiz ko'p. Bu ortiqchalik qilyapti ko'pchilikning nazarida. Lekin bu joyda proyektini o'rganib chiqqan odam bo'lsa, biz o'rganib chiqqanmiz. Bu joy balandligi 7 metr bo'lganligi hisobiga 7 metr joyda unumli foydalanish kerak. Chunki hozirgi kunda bunaqa katta zdaniyani solish ozmoqcha miqdordagi pulga bo'lmaydi. Shu sababdan biz o'zimiz mijozimizga maslahat berdik. Binoni sal bo'yini balandlashtiramiz va bu joyda 2 etajli qilib, joydan sizga unumli foydalanishga zamin yaratib beramiz deb maslahat berdik. Mijozimizga ham bu fikrimiz yoqdi va shunday qilishga qaror qildik. Bu joyimizda ustunlar 2-etajda ushlab turishga ham vazifa bajaradi. Shu sababdan kommentariyada, izohlarda yozilayotganda bu joyda proyektini o'rganib chiqmagan odam negativ fikr yozishdan oldin buni o'rganib chiqish kerak deb o'ylayman. Shu joyimizda barcha ishlar proyekt asosida bo'lyapti. Kimga yana qanday ma'lumot kerak bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsangiz, biz shu haqida video olib chiqishga harakat qilamiz.